hujumga o'tib qolishdi. Shomurodov, Eldor! Vaqt so'pirdi 7-daqiqada. Sheriklarimni uzataymi? Nihoyat Rasululloh to'pchi bosh Nazarbekka 2-2 Husniddin Aliqulov. Albatta yaxshi tasir yo'q, chunki Qirg'iz Respublikasi himoyachisiga to'p Ajoyib. qaydida yaxshi imkoniyat. O'ronov, boshdan O'ronov chiroyli harakatlar. Gol! Zarba! Gol! Darvoz Tojikpardan pas zo'r chiqdi va yaxshi imkoniyat, gol! Abbos! Maladi Sharipov. Yuqoridan yaxshi! Gol! Abbos! Bobur hozir qayta ustiga zarba beradi o'ylagandim. Ana endi uzoq masofadan zarba va gol! Pas, yana pas. Xuddi shunday. Zarba! Yana Saimov. Gol! Yutib beradi deb o'ylagan edik. Katta Saimovdan pas bo'ladi ichkariga. Zarba yo'lida futbolchi bor. O'tdi. Gol! Voy do'stlar! Mana gol! Hozir endi Yana ichkariga pas bo'ladi. Mana shu yerda Gol do'stlar! Hozir aytayotgandim, qaytish ketdi deb. Mana shunday. ichkarida hujum kurash. Goldek qahramon qilamiz. Chetga yaqin joyda va biz jahon chempionatidamiz. Jahon chempionati! Tabriklar! Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. O'zbekiston iftixori unvoni beradi.